Instagramimda juda ham ko'p SMSlar keldi. Nega Shoira Isakova jonli dars o'tmaydi? Hammani fikrlarini inobatga olgan holda fevralning 15-sanasidan muvaffaqiyat sari deb nomlangan jonli darslarimizni boshlashga qaror qabul qildik. Bu jonli darslarimiz ayollarimiz uchun, hayotda o'zini o'rnini topishini istagan qizlarimiz uchun, oilaviy munosabatlarni yaxshilab, baxtli bo'lishni istagan har bir bekalarimiz uchun 4 ta jonli, 4 ta onlayn, jami 8 kunlik dars olish imkoniyatini qo'ldan chiqarmang. Nima uchun? Ayol muvaffaqiyat sari bormasligi kerak. Albatta biz muvaffaqiyat sari darslarimizda ayollarni oilasida, farzand tarbiyasida, er-xotin munosabatlarida baxtli bo'lishlariga hissa qo'shmoqchimiz. Ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.